Rey Bredberi Marsga hujum. Amerikaning mashhur fantast yozuvchisi Rey Bredberining nomi va asarlari o'zbek o'quvchilariga ham yaxshi tanish. Endi adibning shoh asari Marsga hujumni siz aziz fantastika ixlosmandlariga havola etmoqdamiz. 60 yoshida ilk marta o'choqqa chiqqan, uyida eski yozuv mashinkasidan boshqa bironta zamonaviy texnika uskunasi bo'lmagan Rey Bredberi favqulodda quvvai zehni bilan olis galaktikalarga xuddi fazogirlarday sayohat qiladi va mo'jizaviy taassurotlarini jahon ahli bilan baham ko'radi. Muallifning fantastika vositasida bunday g'aroyib sayohatlari zamirida ulkan majoziy ma'no yotadi. U yerdagi hayot, xususan ona tabiatga munosabat allaqachon izdan chiqqanligini alam, o'kinch va zaharxandalik bilan ifoda etadi. Mars sayyorasini ham mana shu odamlar allaqachon boshiga yetib bo'lganini alohida uqtiradi. Bu esa yerdagi har bir odamni chuqurroq o'ylashga, hushyor bo'lishiga da'vat etadi.